This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanlar Amerikanın paytaxtı Washingtondan taqdirladigan Erkin Asya Radyosu'nun Uyghur çağlatışı. Bugün 3 oktyabr Perşembe günlük anlatışımızın riyasətçiligində mən İradan sizlər üçün xidmətdə. Hörmətli radio dinləyicilər, təndə qısqa xəbərlər anlayısınızlar. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Erkin tayarlagan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerliyi 2 oktyabr günü Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq, ya'ni ishki şirketini cheklash tizimligiga kirgizgan. Bunun bilan Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq deb qora tizimlikka kirgizgan Xitoy shirkatlarining soni 75 ga yetib borgan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining 2 oktyabr e'lon qilgan bayonotida ma'lum bo'lishicha, bu qitim Xitoyning dunyodagi eng chong po'lat to'mirish shirkati bo'lgan Baowu guruhiga qarashliq Xinjiang 1-Avgust po'lat to'mir shirkati bilan Jiangsu o'lkasini baza qilgan Changju Guanghui yemaklik tetutqolari shirkati qora tizimlikka kirgizilgan. Bu Amerikaning tunji qitim Uyg'ur majburiy emgakini cheklashni Xitoy po'lat to'mir mahsulotlariga va Uyg'ur elidan material sotib olgan korxonalarga kengaytirish hisoblanadi deb qaralmoqda. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligi buning oldida cheklash tizimligini alyumin mahsulotlarga kengaytgan edi. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining siyosiy ishlarga mas'ul yordamchi ministri Robert Silver majburiy emgakni cheklashda hech qanday sohaning cheklimi sirtida emasligini bildirib, biz butkul sanoat sohasida bu xil o'rinlarni aniqlashni davomlashtiramiz. Shundaqla ekspluatatsiya ham dafsandichilikdan foydalanishni ko'zlayotganlarni javobgarlikka tortishni davomlashtiramiz degan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining ko'rsatishicha, Xitoyning davlat egiligidagi Xinjiang 1-Avgust po'lat to'mir shirkati uning davlat homiyligidagi emgak kuchlarini yetkazish programmasiga uzluksiz qatnashib, Uyg'ur va Qirg'iz emgak kuchlarini qabul qilgan ham ishlatgan. Uning Changju Guanghui yemaklik tetutqolari shirkati bo'lsa, mahsulotlarga Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan materiallarni ishlatgan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda po'lat to'mir sohasiga kengaytirilishi Xitoy Amerikaning embargosi Uyg'ur ishchilariga og'ir ziyon olib keldi deganni keng tashviq qilayotgan bir vaqt e'lon qilingan. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti, ya'ni NATOning yangi bosh sekretari, sobiq Gollandiya bosh ministri Mark Rutte 1 oktyabr vazifa topshirib olish marosimida qilgan so'zida Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushining hal qilg'uch harakatlantirish kuchiga aylanganligi, buning bir badali bo'lishi kerakligini aytgan. Reuters agentligining bildirishicha, Mark Rutte Xitoyning manfaat va innovati hech qanday daxliga uchirmagan holda 2 dunyo urushidan buyon Yevropada portlagan eng cho'ng to'qinishning ulg'aytquchisi bo'lishini davomlashtirishiga bo'lmaydi degan. Mark Rutte yana Ukrainani qo'llashning badali Putinning urushda g'alaba qilishining badalidan oz bo'ladiganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, Rossiya o'zining Ukrainaga qaratgan qonunsiz urushini davomlashtirishda Iran va Shimoliy Koreyaning yordamiga erishmoqda ekan. Mark Rutte Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining bosh sekretarlik vazifasini 1 oktyabr kuni Beryusselda o'tkazilgan marosimida sobiq NATO bosh sekretari Jens Stoltenbergdan topshirib olgan. Halbuki Mark Rutte vazifa topshirib olib 2 kuni, ya'ni 2 oktyabr kuni Xitoy raisi Xi Jinping Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda ko'rishib, uningga o'zining Rossiya bilan bo'lgan hamkorligini kengaytirishga tayyor ekanligini aytgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Xitoy bilan sobiq Sovet ittifoqi diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yillik munosabati bilan bo'lgan ko'rishishda Xi Jinping Xitoyning Putin bilan birlikda ikki davlat orasidagi barliq sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanligini aytgan. Mark Ruttening aytishicha, NATO sheriklari bilan o'rtaq xavfga qarshi o'rtaq harakat qilishni kuchaytirdi ekan. U Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Janubiy Koreyaning tunji qatim bu oyning oxirlarida o'tkaziladigan NATO mudofaa ministrlarining yig'iniga qatnashganligini aytgan.
Amerika Federatsiya hökuməti dairələri ilgiri Amerikanın Michigan ştatidagi bir hərbiy bazadan suratga tortib, buni yoshirishga uringan 5 Xitoy o'quvchini ayblagan. Haftalik xabarlar jurnalining oshkorlashicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi 3 oktyabr Michigan universitetining o'quvchisi bo'lgan bu 5 Xitoy fuqarosi ustidan rasmiy aybnoma sungan. Xabarda bu 5 Xitoy o'quvchining 2023 yil 8 oyning bir kechasi Michigan shtatidagi Grayling harbiy bazasi atrofida tutilib qolganligi, ayni vaqtda bazada harbiy manevr elib berilayotganligi qayd qilinmoqda. Ayni vaqtda bu 5 o'quvchi hech qanday javobgarlik tortilmagan bo'lsa-mu, lekin hozir Federatsiya tekshirish idorasi ularni tekshiruvchilarga yag'onchilik qilish, telefonidagi tortilgan suratlarni o'chirib o'tish suiqasd planlash bilan ayblagan. Haftalik xabarlarning bildirishicha, Detroit rayonlik Federatsiya taftish ishxonasining bayonotchisi Gina Balaya ayblanguvchilarning tutqunda emasligi, ammo Amerika doiralari bilan aloqalashmasa, qo'lga ilinganligi va sotlanganligini aytgan. Xabarda 5 Xitoy o'quvchining 2023 yil yoz oylarining ma'lum bir yarim kechasi bir ko'l atrofida Utah shtatlik muhofazachi qismlarining harbiy xodimiga uchrab, uningga o'zlarini biz muxbir deb tunishtirganligi. Ammo Federatsiya tekshirish idorasining ularning Grayling harbiy bazasi atrofidan bir haftalik yotoq kiralab turganligini bayqaganligi qayd qilinmoqda. Haftalik xabarlarning aytishicha, shuningdan 4 oy keyin bu o'quvchilardan biri chegaradan chiqishda so'roqchilarga ayni vaqtda o'zlarining Shimoliy Michiganga yulduzlarning aqishini ko'rishga borganligini aytgan. Ammo Federatsiya tekshirish idorasi uning qattiq detal diskisidan shu kechasi tortilgan 2 harbiy avtomobilning suratini topgan. Xabarlarda Federatsiya tekshirish idorasining qolgan 4 Xitoy o'quvchini so'roq qilganligi, ularning Shimoliy Michiganga biz meteoritning yig'ishini ko'rishga borgan deb turganligi qayd qilinmoqda. Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosu Uyğurca bölümünün Peyşənbə günlük anlatışı davam qılmaqda. Töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu anlatışımızda öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan mühim uçurlar diqqətinizdə болады. Hörmətli radio dinləyicilər, töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bo'lsin. Xitoy bu yillik davlat bayramini tabriklashda burunqidek dag'dug'liq harbiy parad marosimlarini o'tkazib, dunyoga o'zining kuchini namoyon qilmagan. Halbuki Xitoyning chet ellardagi diplomatik organlarining tabriklash faoliyatlarida atalmish Xinjiang usuli sahnaga olib chiqilgan. Xitoy diplomatik organlari bu orqali g'arb ellari tarafidan irqiy qirg'inchilik rayoni deyilayotgan Uyg'ur elining ijobiy obrazini yaratishga tirishgan. Tunda buning tafsilotini o'z muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Xitoy hukumatı 1 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yilligini xotirladi. Lekin Xitoyning bu yillik xotirlash faoliyati butkul davlatni iqtisodiy kasodchilik va bexatarlik tahdidi qoplagan. Xitoyning g'arb bilan munosabati yiriklashib, uning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishini javobgarlikka tortish sadolari davomlashayotgan bir payt elib berildi. Xitoy bu yillik davlat bayramini tabriklashda oldingi yillardagidek cho'ng ko'lamlik parad o'tkazib, harbiy kuchining hayvasini namoyon qilmagan. Bu yillik tabriklash faoliyati Tiananmen maydonida bayroq chiqarish, Zhongnanxayni qo'g'daydigan ozodlik armiyasi qismlarining murosimi qatorliqlar bilan cheklangan bo'lsa-mu, lekin chet eldagi Xitoy diplomatik organlarining tabriklash faoliyatlarida atalmish Xinjiang usuli yana sahnaga kelib chiqilgan. Xitoyning bu orqali atalmish Xinjiangdagi shod-xuramlikni namoyon qilmoqchi bo'layotganligi ma'lum. Bu jihatda Angliyada turishli Xitoy elchixonasining o'tgan hafta o'tkazgan faoliyati alohida diqqat qo'zg'amoqda. Faoliyatda Xitoy artistlarga an'anaviy Uyg'urcha kiyim va do'pilay kiydirilib, Uyg'ur usulini Xinjiang usuli degan nomda sahnaga kelib chiqqan. İctimai taratqush usullaridagi uchurlardan Angliya jamiyatidagi nopozli zotlar, amaldorlar va boshqa davlatlarning Londonda turishliq diplomatlari taklif qilingan bu faoliyatda Uyg'urlar orasida talash tortishdagi Xitoy muzikanti Wang Lobingning Chumbilingni Ilvat nomli muzikasiga usul o'ynalganligi ma'lum bo'lmoqda.
Halbuki Wang Lobing va uning Chumbilig'ni elevatni o'z ichiga olgan bir qator musiqalari 1980 va 90 yillari Uyg'urlar orasida qattiq qarshilik uchirgan. Ayni vaqtda Wang Lobing Uyg'ur klassik musiqalari va xalq ohanglarini o'g'irlab o'zining qilib olishdek ijodiyat o'g'irligi bilan ayblangan edi. Vaholanki, Angliyalik faoliyatchi, advokat, xalqaro parlamentlar Xitoy ittifoqining ijroiya direktori Lok De Polfordning ko'rsatishicha, amaliyotda Xitoy elchixonasi bu faoliyatni g'arazlik ham planliq o'rinlashtirgan ekan. The Chinese embassy, by putting on a dance like that, which was Lok De Polford 1-oktyabr radiomizga bergan bu vaqtdagi inkosida mundaq deydi. Xitoy elchixonasi bu xil usulni o'rindash orqali Uyg'urlarni qattiq ranjitdi. Shundaqla bu orqali Angliya yangi hukumatining inkosini sinab boqmoqchi bo'ldi. Shuningdek, faoliyati yana Xitoyning tortgan 100 yillik xo'rliqda Angliyaning o'ynagan roli haqida kamsitish xarakterlik tanbehlar berilgan. Bu ularning Angliya hukumatiga qilgan bevosita xirisi va kamsitishidir. Ular buni g'arazlik ham planliq o'rinlashtirgan. Lok De Polfordning ko'rsatishicha, Xitoy elchixonasi bu orqali Angliya yangi hukumatining qandaq inkosda bo'lganligini sinab boqmoqchi ekan. They are wanting to see Lok De Polford undaq deydi. Ular bu orqali shuni ko'rmoqchi bo'lgan. Ya'ni buningga qarata Angliya hukumati har qanday bir inkosda bo'lamdi yo'q. Agar hech qanday bir inkosda bo'lmasa, ular davomli texmi eg'ir haqorat xarakterlik zo'rlig'uchi diplomatik xohishini davomlashtirmoqchi. Shunga bu Angliya uchun bir sinoq. Halbuki Angliyadagi faoliyatchi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish birlashmasining mas'uli Rahima Mahmud xonim Xitoy elchixonasining faoliyatini chekidan oshgan nomussizlik deb ko'rsatmoqda. Uning qarashicha, ularni hammadan bak beoram qilgani Uyg'ur ayollarini qattiq dafsan qilayotgan Xitoy hukumatining Xitoy qizlariga Uyg'ur ayollarining kiyimini kiydirib sahnaga ilib chiqishi bo'lgan. Hammadan rahatsız bo'layotganimiz bular bo'pti 75 yilligini tabriklaydi-ku, hajjil tabriklaydi. Bularning ishib ketayotgani Uyg'ur ayollarni depsen qilib, onunki özününki Xitaylarga bizning kiyimimizni kiygizib, joyful life of Xinjiang debdi. Yani Xinjiangdagi baxtlik hayotni tasvirladik deb yozitichu. Haqiqatan har qandaq bir nomusning eng töven bir cheki bor. Bularda chek yo'qchu. Xitoy elchixonasining tabriklash faoliyatiga Angliya parlamentining Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan Hokimiyat beshidagi ishchilar partiyasi parlament a'zosi Angliya tashqi ishlar, millatlar to'pi va taraqqiyot ministrligining endi tinch o'tgan ishlarga mas'ul muavin ministri Catherine Westning taklif bilan qatnashishi diqqat qilarlik nuqtalarning biri bo'lmoqda. Halbuki Catherine West Angliya hukumatining 2021 yili Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini qo'llagan. Shundaqla 2021 yili 12 oyda London Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini bekitishning orqasidan Angliya tashqi ishlar ministriga xat yozib, hukumatni mazkur mustaqil sud kollegiyasining qarorini e'tirof qilishni, qirg'inchilikda javobgarligiga Xitoy amaldorlarga jazo yurgizishni talab qilgan palata a'zolarining biridir. Lekin De Polford Xitoy elchixonasidagi tabriklash faoliyati Angliya yangi hukumati uchun bir sinoq bo'lsa, ammo yangi hukumatning bu sinoqdan o'tamaganligini qayd qilmoqda. I don't think it's a test that we're going to pass, regrettably, because the government is positioning itself for a reset. Afsuski biz bu sinoqdan o'tolmadik. Chunki yangi hukumat hozir o'zini intoyin andish qilarlik darajada Xitoy bilan hamkorlik tayyorlayapti. Biroq buning bilan hech kim Osiyo tinch o'kean ishlari ministri Catherine Westning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kuchli kishilik huquq qo'g'dag'uvchisi bo'lishdan yiroqlashidu demoqchi emas. Shunga uning Xitoy elchixonasida bo'lgan ishlardan intoyin beoram bo'lganligi aniq. Navbatda mayli Catherine West bo'lsin yoki Angliya tashqi ishlar, millatlar to'pi va taraqqiyot ministrligi bo'lsin, uning tabriklash faoliyatida qilgan so'zi va yoki tabriklash faoliyatida bo'lgan ishlar haqida hozirga qadar hech qanday inkos va bayonotda bo'lib boqmaganligi qayd qilinmoqda. Biz Catherine Westga xat yozgan bo'lsakmi, lekin hozirga qadar javob kelmadi. Halbuki Rahima Mahmud Uyg'urlarga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan Catherine Westning bu faoliyatga bir diplomat sifatida qatnashib, Xinjiang usulini ko'rishga majbur qolganligini ta'kidlaydi. Catherine West izchil har qitimliq parlamentdagi qirg'inchilikni e'tirof qilish faoliyatlarimizda biz tarafda turib burunqi hukumatni qattiq tanqid qilgan.
biz hem de bilimiz o Catherine bilen biz nati yaqın alaqada bolgan o ayalınki qançılık Uyghur meselesiga ko'ngil bölganligi aniqdi. Onu bir dillam o tarafga o'tib ketishi meningcha unda emas, hamda bir diplomat sifatida o'zininki bir xizmatiniki majburiyatini bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundoq men o'zininki ig'izini anglag'imba o'z bilan ko'rishib. Uning ko'rsatishicha, amaliyotda chet eldagi Xitoy diplomatik organlarining atalmish Xinjiang usuli bilan Shadxuram Xinjiang obrazi yaratish orqali o'zini oqlamoqchi bo'lishi uning qanchalik o'diqayotganligini ko'rsatmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy chet ellarida atalmish Shadxuram Xinjiang obrazi yaratishga tirishayotgan bo'lsa-mu, lekin uning bu yillik davlat bayrami COVID-19 yuqumidan beri Xitoy iqtisodi qayta asliga kelolmayotgan. O'yinlik bozoridagi krizis iqtisodning boshqa sohalariga kengayib, ishsizlik ortgan, muqimsizlik kuchaygan. O'tgan hafta o'simni tuvallatish, uy setib olishda to'laydigan zakolat pulini azaytishni o'z ichiga olgan iqtisodni jonlantirishning bir qator tadbirlarini ilishga majbur bo'lgan. Shundaqla Xi Jinping hokimiyat ichidagi o'ziga sodiq bo'lmagan amaldorlarni chiriklik yoki boshqa shaxsiy sabablar bilan davomli tozalayotgan bir payt yetib kelgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2 oktyabr kuni kech soatlarda Xitoyning 1 oktyabr kunidagi o'tib ketgan davlat bayramini tabriklab, tabrik xat e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2022 yil 30 sentabr, 2023 yil 29 sentabr kuni Xitoyning davlat bayramini tabriklagan bo'lib, bu yilgi kechikkan tabrik xati kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Tuanda muxbirimiz Nurimanning bu vaqtda ishlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Washington vaqti 2 oktyabr tushdan keyin soat 8, ya'ni Beijing vaqti 3 oktyabr atigan soat 8 da Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyning 1 oktyabrdagi davlat bayramini tabriklab yozgan tabrik xatini e'lon qilgan. Blinken tabrik xatida mundaq degan: Amerika xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib, dunyo duch kelayotgan ig'ir to'salg'ularni hal qilish uchun Xitoy Jumhuriyati bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatimizni mas'uliyatchanlik bilan boshqarib, ochiq aloqani saqlaymiz. Biz Xitoy Jumhuriyati xalqiga oldimizdagi bir yilda tinchlik, gullanish va baxt tilaymiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 1 oktyabr o'z mustaqilligini tabriklagan Nigeriya va Siprosga, 2 oktyabr davlat bayramini tabriklagan Gviniyaga shu kunning o'zida tabrik xat yaratgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 1 oktyabr kunidagi kundalik axborot e'lon qilish yig'inida asosligi Iranning Isroiliyaga boshqarilgan bomba hujumi qilish haqida to'xtalgan bo'lib, Xitoyning davlat bayramiga aloqador hech nima demagan. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi Xitoyning davlat bayrami haqida hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Janubiy Xitoy ataganlik pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligi ularning bu vaqtdagi savoliga javob qaytarmagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning davlat bayramini 2023 yil 29 sentabr va 2022 yil 30 sentabr kuni tabriklagan ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining muavin boshlig'i Ma Yawang bu vaqtda so'ragan savolimizga ilxat orqali javob yozib mundaq deydi: Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatni muqimlashtirishga ahamiyat berib kelayotgan edi. Shunga diplomatik tartibni ko'zda tutganda bu ahvol menga sal g'alati tuyuldi. Ammo afsuslanarligi shuki, amaliyotda Xitoy uchun 1 oktyabr kuni tabriklaydigan ishlar nihoyatda oz. Xitoy Kompartiyasi o'tgan 75 yilda Xitoyda intayin qo'rqinchli kishilik huquq dafsandachiliklarni yurgizdi. Madaniyat inqilobi va cho'ng sakrab ilgirlash jarayonidagi g'oyat zo'r o'lim yetimdan tortib, Uyg'ur rayonida olib berilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlargacha Xitoy Kompartiyasi butun Xitoydagi kishilarni xo'rladi. Xitoy Kompartiyasining izchil yurgizayotgan kishilik huquqqa e'tiborsiz qaraydigan bu xil siyosati Xitoyning kelgusiga nisbatan umidsizlik paydo qiladi. Shuni eskartib o'tish kerakki, Xitoylar va boshqa rayonlardagi kishilar o'zlarining asosiy huquqi uchun kurash qilishni azaldan to'xtatmadi. Ular eng og'ir kunlardami g'oyat zo'r jasoratini namoyon qildi. 30 sentabr kuni Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi sohibxonlik qilgan Xitoyning davlat bayramini kutilish faoliyatiga Amerika Tashqi ishlar ministrining Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchisi Daniel Kertenberg qatnashib, qisqacha tabrik so'zi qilgan. Bu so'zida Amerika Xitoy munosabatining muhimligini ta'kidlab mundaq degan: Amerika hukumatı barliq amallarni qilib, hamkorlikni kuchaytirdi. Aramizdagi ixtiloflarni mas'uliyatchilik bilan kontrol qilishga tirishdi. Shuni aniq oydinlashtirishimiz kerakki, biz Amerika xalqi bilan Xitoy xalqi o'rtasidagi aloqani davomli kuchaytiramiz. Aqsaray davlat bexatarlik kengashining Xitoy va Tayvan ishlariga mas'ul yuqori darajalik direktori Sara Biranmi kutilish faoliyatiga qatnashgan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Shefang faoliyatida so'z qilib, Amerika bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 45 yilligi bo'lgan bugungi kunda Amerika Xitoy munosabatining yangi boshlanish nuqtasida turayotganligini, o'zaro hurmat qilib, tang foyda oladigan, raqib emas balki sherik bo'ladigan davlatlardan bo'lish kerakligini,
tinchlikda birga turishning har ikki taraf uchun asosiy yo'l ekanligini ta'kidlagan. Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqotchisi doktor Andreskor Amerikaning Xitoyning davlat bayramiga bundaq sovuq muomalada bo'lishining sababi haqida to'xtalib, Xitoyning Tayvanga bo'lgan tahdidining asosliq sabab bo'lishi mumkinligini o'rtaga qo'ydi. Normal for the United States to do. For example, the State Department will send out, National Day congratulations. Amerika odatda diplomatik munosabat bo'lgan barliq davlatlarning davlat bayramini tabriklaydi. Xitoyning davlat bayramiga nisbatan bundoq e'lonchimaslik, kechiktirish pozitsiyasini tutish orqali Xitoyni ajiba Amerika Tayvanning davlat bayramini tabriklamoqchimi degandek o'yga solmoqchi. Amerika Xitoyning Tayvanga besib kirish ehtimolligiga jiddiy qaramoqda. Dunyo vaziyati bek muqimsiz. Isroil, Iran, Rossiya, Ukraina orasidagi urush dunyoning vaziyatini baqalayimqonlashtiryapti. Shunga Amerika Xitoyning bu qalayimqonchilikdan foydalanib ketishining oldini olishga tayyor turyapti. Shunlashqa meningcha Amerika Xitoyning davlat bayramini vaqtida tabriklamaslik orqali ularni xatar bilan o'ynashmaslikka ogohlantirmoqchi. Nikkei Asiya gazetining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden 30 sentabr kuni Amerika tashqi ishlar ministrligiga bergan yo'l yo'riqida davlat mudofaa ministrligini Tayvanni mudofaa buyumlari va mulozimati, harbiy ta'lim-tarbiya va harbiy mashq bilan tarbiyalash xizmatlari uchun $567 million ajratishga buyurgan. Hafta oxiri o'tkazilgan Amerika, Filippin, Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya dengiz armiyasining birlashma manevridan keyin Xitoy o'zining davlat bayrami kuni Janubiy dengizda harbiy manevr o'tkazgan. 30 sentabr kuni Xitoy Kompartiyasi raisi Xi Jinping davlat bayramini tabriklash munosabati bilan Xalq saroyida o'tkazilgan yuqori darajalik amaldorlar va chet el diplomatlar qatnashgan 3000 kishilik ziyofatda so'z qilib, Xitoyning iqtisodiy va jug'rafiyalik siyosiy xirisga duch kelayotganligini, shunga noma'lum xatar, kutilmagan xirislarni qat'iy yengish kerakligini ta'kidlagan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Amerikaning kelar oyda olib beriladigan prezidentlik saylimi ikki davlat munosabatining kelgusi uchun muhim rol o'ynaydi ekan. Prezident kandidatlaridan Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi va Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump, shundaqla Demokratlar partiyasining nomzodi va Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harrisning hozirgacha Xitoyga qarata qattiq pozitsiya tutayotganligi ma'lum. Bu programmani Nur Iman tayyorladi. Pensilvaniya Universiteti Xitoy tadqiqot markazining tadqiqotchisi doktor Aaron Glasserman Xitoy bo'lmagan millatlar nimishqa Xitoyni jiddiylashtiryotdi degan tadqiqot maqolasini e'lon qilgan. Bu maqolasida buni Xitoyning zemin kontrol qilish andishisi, Xitoy Kommunistik partiyasining ideologiyasi va Xitoyning byurokratlik siyosati qatorliq omillar orqali analiz qilish va tushuntirish kerakligini ilgari surgan. Undaqda boshqa mutaxassislar bu haqda nima deydi? Tanda diqqatlar muxbirimiz Uyg'urning bu haqda tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Mutaxassislar orasida Xitoyning geosiyosiy manfaati, zemin butunligi va Xitoylardan boshqa millatlarni kontrol qilmaslik qatorliq masalalardagi andishlari uning hozirgi Xitoy bo'lmagan millatga qarshi yurgizayotgan assimilyatsiya siyosatini keltirib chiqargan deydigan qarashlar mavjud. Lekin yana bir qism mutaxassislar bunday qarashning masalani izohlash uchun yetarli emasligini, balki millatlar masalasini atrofliq sharhlashni ko'rsatmoqda. Shuning bilan bir vaqtda ular bu masalani analiz qilganda Xitoy bo'lmagan millatlarning boyligi, yer zemini, ularning Xitoydan ko'p farqli bo'lgan kimligi, shuningdek Xitoy Kommunistik partiyasining ideologiyasi va Xitoyning mustabid siyosiy tuzumi qatorliq omillarni diqqat qilishning zo'rligini ilgari surmoqda. O'tgan 10 yilda xalqaro taratqular, tashkilotlar va qurilishlar Xitoyning Uyg'ur elidagi rahimsiz siyosatlarini va butun mamlakatdagi atalmish osonliq millatlarni assimilyatsiya qilishni maqsad qilgan bir qator tadbirlarini oshkorladi. Mutaxassislar Xitoydagi osonliq millatlar, ya'ni Xitoy bo'lmagan millatlarning Xitoyning ichki va tashqi siyosatida jiddiylik paydo qilganligini hamda Xitoy rahbarlarini doim andishga silib kelganlikni o'tirib qo'yishdi. Ana shu har qaysi millatlarning Xitoy hukumati va rahbarlarini jiddiylashtirganligi ko'z qarashini Pensilvaniya universitetining Xitoy tadqiqot markazi va Wilson tadqiqot markazining tadqiqotchisi doktor Aaron Glasserman Xitoy bo'lmagan millatlar nimishqa Xitoyni jiddiylashtiryotdi degan tadqiqot maqolasida o'tirib qo'ydi. U Xitoy bo'lmagan millatlarning nimishqa Xitoyni jiddiylashtirayotganligi masalasini Xitoyning zemin kontrol qilish andishisi, Xitoy Kommunistik partiyasining ideologiyasi va Xitoyning byurokratlik siyosati qatorliq omillar orqali analiz qilish kerakligini ko'rsatib mundaq degan. Xitoyning geosiyosati, zemin butunligi va Xitoy emas millatlarni kontrol qilmaslik andishisi hozirgi uning Xitoy bo'lmagan millatlarga qarshi yurgizayotgan assimilyatsiya siyosatini keltirib chiqargan deyish yetarli sabab emas. Xitoy Kommunist partiyasining ideologiyasi Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilishni nazariyaviy asos bilan ta'minlayotdi.
Xitoyning mustabid siyosiy tuzumi Xitoyda qo'rqinch paydo qilib, Xitoy bo'lmagan millatlarga qarshi siyosatni chekidan oshirib yurgizishga sababchi bo'lyotidi. Ma'lumki, Xitoydagi umum nüfusning 90%ning ko'pragi Xitoylardan tashkil qilingan bo'lib, qolgan 10%, ya'ni 125 million nüfusning Xitoy hukumat tarafidan rasmiy e'tirof qilingan 55 millatdan tashkil qilinganligi ma'lum. Ular madaniyat, til, nüfus jihatda o'zaro va Xitoylardan farqli bo'lib, ular ham farqli jo'rafiyalik rayonlarga joylashgan. Bo'limi Xitoy hukumatı ko'p qism zeminiga ega Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar, Tungallar, Juanglarning o'lka darajalik avtonomiya huquqini e'tirof qilgan va yana boshqa millatlarga avtonom oblast, avtonom noya qatorliq yerlik huquqlarni bergan. Yer ko'lami jihatdan Xitoy bo'lmagan millatlarning egilgan yerlari nihoyat ko'pdir. Undaqda bu millatlar nüfus jihatdan Xitoylardan shuncha oz bo'lsa-mu, lekin ular nimishqa Xitoy hukumatı va Xitoy rahbarlarini jiddlashtiryotidi? Buning sababi har xil sharhlanadigan bo'lib, Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang bu haqda ko'z qarashini ifodalab, mundaq dedi. China's Communist Party is extraordinarily insecure, so it demands complete obedience. It believes, therefore, there should be no divisions among the Chinese Xitoy people. Kompartiyasi odatdan tashqari darajada bexatar emas. Shunga u o'ziga to'liq itoat qilishni talab qiladi. Xitoy xalqi orasida hech qanday bo'linish bo'lmasligi kerak deb qaraydi. Chunki din va milliy kimlik Kompartiyaning tafakkur usuli bo'yicha ittifoqlikni buzdi. Shuning uchun bu xalqlik tahdid deb qaraldi. Xitoy hukumati deyotgan birlik va ittifoqlik, kuch, ya'ni hokimiyatni qo'lda tutish va kommunistik hokimiyatni davom qildirishdan iborat. In the party's way of thinking, they undermine unity. Unity, the regime believes, is power and strength and continuation of communist rule. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesining dotsenti Dr. Erkin Akram Xitoyning geosiyosiy manfaati, zemin bütünlüğü ve Xitoy bo'lmagan millatlarni kontrol qilmaslik andishisi bilan bir vaqtda Xitoyga raqib davlatlarning Xitoy bo'lmagan millatlarga bo'lgan qiziqishi, Xitoy hukumatini va Xitoy rahbarlarini jiddilashtirayotganligini ilgari surdi. Agarda bu Xitoy bo'lmagan rayonda chet kuchlarningki qo'l selishi bilan bir muqimsizliklar bo'lib qolsa, Xitoy texmi ansiraydi. Bo'libmi yaqinda Xitoy yuksalib kuchlanib dunyoninki birinchi tijorat kuchi, ikkinchi iqtisodiy kuch bo'lib, tonilgandan keyin diplomasiya jihatdan zo'ravonlik siyosatini ilib bag'ashqa hem qo'shnilarga hamda xalqaro kuchlarga maydon o'qib, G'arbning bu qimmat qarashlariga hujum qilib va shundaqla ko'p qutbli dunyo degashga Xitoy bo'lmagan rayonlar boshqa Xitoyning raqibi, Xitoyning dushmani uchun bağan siri bir qiziqish bir nuqtaga aylandi. Bu Xitoyning yuksalishi bilan ma'vu Xitoy bo'lmagan rayonlar qo'ldan ketamgi deydigan ansirash texmi kuchlanib paydo bo'ldi endi. Shuningga Xitoy bu rayonlardan ansiraydi. Boshqa bir ansirashmi bo'lishi mumkin. Misalga bu rayonda muqimlik bo'lmasa, ayrilish harakatlar kuchli bo'lsa, bu rayondagi yer osti, yer usti bu boyliqlarni alamay qoladi. Yani Xitoyningki Jahongir davlat bo'lishi uchun bu ham moddalar muhim va shu hozirgi iqtisodiy kuchni qo'g'dab qilish uchunmi bu ham moddalar muhim. Yani bu ham modda qo'ldan ketishdimi, yani ansirashlari bo'ladi. Doktor Arun Glasserman o'z maqolasida yana mundaq degan: Xitoy Kommunist partiyasining o'zining hukmronligini oqlash, ya'ni qonunli qilib ko'rsatish uchun borgan sari Xitoy an'anasini kuchab tashabbus qilishi bilan Xitoyda millatlarning ko'p xilligi, masala va tahdidga aylanib, Xitoy bo'lmagan millatlarni aslimasiya qilishni texmo ta'xirsiz va jiddiy holda elib berilyotidi. 2021-yili Xi Jinping milliy xizmatning asosiy nishonining Junxo millati o'rtaq engni shakllantirish ekanligini belgilab, bu maqsadning barliq millatlarning aloqalashishi, almashtirishi va aralashishini ilgari surish orqali amalga oshirganligini ko'rsatdi. Lekin Uyg'ur kishilik o'qituvchining tadqiqotchisi Dr. Henrik Shajaski, Dr. Arun Glassermanning maqolasida intayin xalqliq omillarni tilga olishga sal qarag'anligini va Xitoy bo'lmagan millatlar nimishqa Xitoyni jiddiylashtiriyotidu degan masalani analiz qilganda Uyg'urlarning boyligi, Uyg'urlardagi islom va turk kimligining rolini diqqat qilishning zarurligini ko'rsatib mundaq dedi. But you have to also understand, this is another piece I don't think that's
very much explored in this article is the role of Islam and the role of Turkic identity. Xitoy bo'lmagan millatlar nemish Xitoyni jiddiylashtiriyotidu degan masalani analiz qilganda biz diqqat qilish tegishli bo'lgan boshqa nihoyat muhim omillar bor. Bu omillar bu maqolada diqqatga ilinib analiz qilinmagan va bu omillar ustida yetarlik izlanilmagan. Bu bo'lsa-mu Uyg'urlar orasidagi islomning va turk kimligining roli. Bu ikki kimlik omili Uyg'urlarni tashqi dunyo bilan bog'laydi. Ya'ni Turkiya xalqlari va islom ummati bilan bog'laydi va ular bilan yaqinlashtirdi. Uyg'urlarning Turkiya va islom kimligi uni Xitoy kompartiyasininkiga mos kelmaydigan texnik falsafa yoki hayot shakli bilan ta'minlaydi. Uningdan boshqa turkchilik ideyaviy kimligi Uyg'urlarni Xitoy millati va Junxo millatlari oilasidan farqli bo'lgan o'xshamaydigan ko'z qarash bilan ta'minlaydi. Shunga bular Xitoyga tahdid. Menimcha avtor maqolasida bu xil intayin xalqliq omillarni tilga ilishga sal qaragan. Family of Chinese nations and the Zhonghua Minzi. So these are threats to China. And I think that the author here has neglected to mention this very critical piece in the article. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Underscore Xitoy hukumatı Xitoy bo'lmagan millatlardan andish qilayotganligini va Xitoy bo'lmagan millatlar Xitoy rahbarlarini jiddiylashtirayotganligini ilgari surdi. U mana shu xil andish tufaylidan Xitoy hukumatining bir Xitoy millati yaratishga urinayotganligini ko'rsatdi. U mundaq dedi. Beijing sees its situation with its minority or ethnic relations, so it tries to decrease diversity, it tries to encompass religion, other Xitoy hukumati Xitoy bo'lmagan millatlardan andish qiladi. Xitoy bo'lmagan millatlar Xitoy rahbarlarini jiddiylashtiryapti. Shunga ularning farqli taraflarini yo'qotishga tirishyapti. Xitoy bo'lmagan millatlarning kiyim-kechaklaridan tortib dinigacha hammasini yo'qotishga urinyapti. Ularni Xitoycha so'zlashga majburlayapti. Ularning dinni inkor qilib, Xi Jinping ideyasini din sifatida qabul qildirishga urinyapti. Masalan, Xitoydagi xristian cherkovlarining ba'zilariga Xi Jinpingning rasmini kirs qo'yiladigan o'ringa qo'ydi. Meningcha Xitoy kompartiyasi bu fikrni yoqtirdi. Shunga Xitoy kompartiyasi nopusning birlashishini, ya'ni Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilib, birla Xitoy millati qilishni orzu qilyapti. Xitoy kommunistik partiyasi Xitoyda hamma kishining Xitoycha so'zlaydigan bir partiya, ya'ni Xitoy kommunistik partiyasi bir din, bir millat va bir davlat barpo qilishga urinyapti. Into a single party, a single state, a single ethnicity, a single religion. Everything is simply Mandarin speaking. Qadrli radio anglagıçlar, bu programmani Washingtondan Uyg'urcha tayyorladi. 27 sentabr kuni Nyu-York shahrida o'tkazilgan Amerika O'rta Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlarining yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Amerikaning O'rta Osiyo jumhuriyatlarining mustaqilligi, egilik huquqi va zamin putunligining qat'iy qo'llovchisi ekanligini bildirgan. Ondaqda O'rta Osiyo jumhuriyatlari Xitoyning Rossiya harbiy sanoatiga yordam berishdagi muhim o'tkuliga aylangan. Xitoy o'zining bir balvoq bir yo'l qurilishidagi qarz to'zig'i orqali o'zining O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sir kuchini tadrijiy kengaytirishga urinayotgan bir vaqtda o'tkazilgan bu yig'inning Amerika bilan O'rta Osiyo, shuningdek O'rta Osiyo bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatiya va iqtisodiy munosabatlarga qanday ta'sirlarni ko'rsatilishi mumkin? Tunda o'z muxbirimiz Shadiyaning bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotiga quloq solgaysizlar. Amerika Tashqi ishlar ministri Antoni Blinken 27 sentabr O'rta Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlari va davlat vakillari bilan uchrashib, Amerika Osiyo allari orasida tuzilgan bir qo'shilgan C5 munbiri qo'lga keltirgan natijalarni muayyanlashtirgan va tinch O'rta Osiyo barpo qilishning g'oyasini ishga oshirishda hamkorlik qadamini kuchaytirishni muzokara qilgan. Bu haqda fikr yuritgan mutaxassislar mazkur uchrashishning strategiyalik ahamiyatga ega ekanligini, O'rta Osiyo allarining rayon xavfsizligi uchun emas, balki Amerikaning Uyg'ur majburiy amgigi bilan bulg'angan kon mahsulotlaridan jiroqlashishidimi muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirishmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu haqdagi bayonotda qaraganda, Blinken Nyu-York shahrida ochilgan 79-navbatlik BDT umumiy yig'ini asnosida Qozog'iston
O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishgan. Bayonotda munolar ko'rsatilgan. Tashqi ishlar ministri Blinken 2023-yili 19 sentabr tunji ichilgan bir qo'shilgan C5 prezidentlar uchrashida Amerika va O'rta Osiyo rahbarlari o'zaro berishgan va'dalarni ta'kidlab o'tdi va prezidentlar uchrashi Nyu-York xitobnomasi jumladan bir qo'shilgan C5 halqiliq mineral moddalar dialogini ilgari surishda ashu abidi xarakterlik fursatdan buyon tashlangan muhim qadamlarni muayyanlashtirdi. Ma'lum bo'lishicha, Blinken bu qitimliq yig'inda bir qo'shilgan C5 munbirining tasavvurini ishga oshirish va yer shariviy xiristlarga taqobil turishda rayon xarakterlik hal qilish choralarini sunib kelayotganligini bildirgan. Darvaqa, navbatda O'rta Osiyo Jumhuriyatlari Xitoyning Rossiya harbiy sanoatiga yordam berishdagi muhim o'tkalga aylangan. Xitoy o'zining bir balvoq bir yo'l qurilishidagi qarz to'zig'i orqali o'zining O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sir kuchini tadrijiy kengaytirishga urinayotgan bir vaqtda o'tkazilgan bu yig'in diqqat qo'zg'aydigan qiziq nuqtalarning biri bo'lmoqda. Qozog'istondagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchi va tarixchi Qahramon G'o'janbardi ziyoratimizda qabul qilib, bu qitimliq yig'inning strategiyalik ahamiyatining muhimligini ta'kidladi. Bu yerda Amerika boshliq G'arbning ta'siri Xitoy bilan Rossiyadek emas. Mushu bizni tashvishlantirdi. O'rta Osiyo davlatlari Amerika bilan asosan iqtisodiy, texnologiya borib sohalada hamkorlashyapti va mushu sohalarni ilgari surishni bizning bu yerdagi ommaviy axborot vositalariga qarasangiz va davlat rahbarlarining so'zlariga qarasangiz, ular mushu sohalarda Amerika bilan munosabatni ilgari surishni xohlaydi va shuni ilgari suryapti. Mushunday bir vaziyatda navbatli qitim Amerikada ta'sirli siyosat Antony Blinken efendimning bu davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan o'tkazgan bunu C5+ yig'inni Amerikaning bo'libmi O'rta Osiyo davlatlariga bularning egilik huquqini, territoriya birligini, butunligini va zamin butunligini, mustaqilligini, umuman mustaqilligini saqlashga butunlay kuch chiqarayotganini, kafolat berayotganligi strategik ahamiyatga ega. Amerika hukumati bu yil sentabr Nyu-York shahrida O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan tunji qitimliq bir qo'shilgan 5 halqiliq mineral moddalar dialogi o'tkazgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 16 sentabrdagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken O'zbekiston taraf bilan ana shu bir qo'shilgan C5 dialogi asosida halqiliq kon mahsulotlari ishlab chiqarish, hamkorlik munosabatini kuchaytirish to'g'risida tushunish aslatmasiga imzo qo'ygan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot ishxonasi direktori Henry Shejiskining qarishicha, Amerikaning O'rta Osiyo bilan kon mahsulotlari munosabatini kuchaytirishi Amerikaning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlaridan jiroq turish tirishchanligi bilan munosabatli ekan. U mundaq dedi: It's well known that the United States is trying to diversify its sources of critical minerals, particularly away from China. Amerikaning halqiliq kon mahsulotlari manbasini ta'minlash zanjiri Uyg'ur majburiy amgigi bilan bulg'angan Xitoydan yiroqlashtirib, ko'p xillashtirishga urinayotganligi hammamizga ma'lum. Chunki kon mahsulotlarining ta'minlash zanjiri Uyg'ur rayoniga markazlashgan bo'lib, ular asosan Uyg'ur majburiy amgigi bilan bulg'angan. Shunga bu jihatni olib aytganda, Xitoyning bu sohadagi tijoratiga albatta ma'lum aks ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni Xitoy burunqadek haddidan osholmaydi deb qarayman. Ammo bu boshqa davlatlarning Amerikaning geosiyosiy ta'siriga uchraydiganligidan derak bermaydi. Chunki boshqa davlatlar kon mahsulotlari ishlab chiqarishi uchun yanada Xitoyga tayinishni xohlaydi. Ammo ta'minlash zanjiri majburiy emgak bilan bulg'anganlikdan Amerika bu yerda hamkorlashuvchilarni ko'p xillashtirishga qaratdi albatta. Chains are tainted by forced labor of Uyghurs that makes US look to diversify its partners. Amerikadagi siyosiy analizchi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasanning qarishicha, Amerikaning O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan savdo tijorat va bexatarlik qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirishi intayin muhim tarixiy ahamiyatga ega ekan. Uyg'urlar bu O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning qerindishi.
Biz hammamiz qon qarindosh. Garchi Uyg'ur milliy qirg'inchiligi shuni ko'rib turgan bo'lsa-mu, bular ko'zini yumbatdi. Chunki bularda hokimiyat texi rasmiy hozirgi zamon madaniyatiga uyg'un bo'lgan demokratiya, erkinlik, barobarlik bu huquqlar texi singib, u yerda yiltiz tortib bir tuzum bo'lib shakllangani texi yo'q. Shuning uchun bunda bir sharoitda Amerika bular bilan bo'lgan munosabatni buni kuchaytirish orqali tadrijiy holda bu 5 Cumhuriyetni Xitoyning tahdididan, Rossiyaningki tarixiy beqindichiligidan va Ironningki radikal ideologiyaning ta'siridan tortib chiqish bu bir mushkul, uzun muddat ketadigan cho'ng qurilish. Chunki bu Amerikaning manfaatiga uyg'un. Agar O'rta Osiyo 5 Cumhuriyetni tarixiy beqindichiligidan Rossiya bo'lgan va Xitoyning tahdididan va Ironningki radikal ideologiyaning tahdididan qutuldirib, bu yerdagi demokratiyani yiltiz tatqizsa, bu yerda kishilik huquq hamma narsa barpo bo'ladi. Ba'zi analizlar qaraganda Amerikaning O'rta Osiyo allari bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirishi mazkur rayonda o'z ta'sirini oshirishga tirishayotgan Xitoyni bearam qiladi ekan. Amerikadagi Rand tadqiqot markazining Xitoy ishlari tadqiqotchisi doktor Raymond Koning qarashicha, Xitoy o'z kuchini ishlatib O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatishga tirishsa-mu, ammo Amerika va O'rta Osiyo allari munosabatlarining kuchayishini to'sib qala olmaydi ekan. U mundaq dedi: What's really going to matter is how the United States and Uzbekistan take this MOU forward. Menimcha, masalan, Amerika bilan O'zbekistonning bu hamkorlik munosabatini olib qo'ysak, ularning bu hamkorligi savdo munosabatini qanday yurgizish va davomlashtirish qatorli xalqlik masalalarning biridir. Chunki Xitoy navbatdagi vaziyatga qarata qarab turmaydi deb o'ylayman. U O'rta Osiyoning Amerika bilan bo'lgan savdo iqtisodiy munosabat o'rnatishni hamda taraqqiy qildirishni to'siya olmaydi. Lekin Xitoy siyosiy va iqtisodiy kuchini ishlatib, o'zining O'rta Osiyodagi ta'sir doirasini davomli kuchaytirishga tirishadi. Doesn't make it harder for China to be able to say you can't do this kind of economic engagement with the United States. Elshad Hasanning qarashicha, Amerikaning O'rta Osiyo allariga beradigan yordami Xitoyning rayondagi ta'sirini kemaytib qolmay, mazkur davlatlarning mustaqilligi va egilik huquqining asoslarini mustahkamlaydi ekan. Şinimenki bir yerde demokratiya, kishilik huquq hammasi yiltiz tartib kishilarninki ang hukumiga aylangan kuni Uyg'ur masalasi biz bu o'zgarishninki bugun ertada bo'lishini ko'rolmaymiz, ammo uzun muddatni elib o'tgan vaqtida Amerika bilan bo'lgan bu munosabat, bu suhbatlarninki cho'qim Uyg'urlar uchun bir ijobiy natija olib kelalaydi deb qarayman. Egilinishcha 2023-yili 19-sentabr kuni Amerikaning tashabbusi bilan Nyu-Yorkda o'tkazilgan bir qo'shilgan C5 iqtisod munbiri yig'inida Prezident Jo Bayden Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston rahbarlari bilan ko'rishib, O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirishning har qanday vaqtdagidan bak muhimligini ta'kidlagan. Mazkur yig'in oxirida prezidentlar uchrashuvi Nyu-York xitobnomasi e'lon qilingan edi. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat. Yaqında Uyg'ur Abnurayliq partkomining yezi xizmati rahbarlik guruhi yig'in chaqirib, Xinjiangning ochliq bexatarligiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda nomurodlikdan qutqizishga kapolatlik qilishni o'tirg'a qo'ygan. Halbuki obzorchilar yig'inning Uyg'ur dehqonlari bilan bo'lgan aloqasi haqida to'xtalib, buning Uyg'ur eliga Uyg'ur nopusini davomli azaytish, qisqasi Uyg'urlarni keng ko'lamli yo'qotish siyosatini yanada keskin davomlashtirishni maqsad qilganligini bildirmoqda. Tanda dehqonlar obzorchimiz Asiya Uyg'ur xonimning bu vaqtdagi obzorda bo'lg'ay. Obzordagi qarashlar avtorning o'ziga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitoyning yezi xizmati yig'ini Uyg'ur dehqonlarining manfaati uchun ochilgani yo'q. Xinhua To'rining 1-oktyabrdagi xabardan qaraganda, bu yil 29-sentabrda Uyg'ur elida avtonom rayonlik yezi xizmatiga rahbarlik qilish guruhi yig'ini ochilgan. Xinhua To'riga berilgan bu xabarning mavzusidan Xinjiang, Uyg'ur degan so'zlar ilib tashlangan bo'lib, faqat avtonom rayon degan so'z qo'llanilgan. Biz Xinhua To'rining xabarida nima uchun Uyg'ur, Xinjiang nomlarining berilmaganligini qo'yib turib, oldi bilan bu yig'inning nima sababdan ochilganligiga qarab boqaylik. Atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik yezi xizmatiga yetakchilik qilish guruhining bu yig'inda Mashinruy Xinjiangning ochliq bexatarligiga barliq omillar bilan kapolatlik qilish bilan nomrodlikdan qutuldirishning natijasiga kapolatlik qilishni alohida ta'kidlagan. Undaqda
bu yığınның Uyghur dehqonlari bilan qandaq aloqasi bor? Amaliyotda Mashinruining bu so'zi Uyghur dehqonlarining manfaatiga munosabatlik masalalar emas. Chunki Xitoyning atalmish namratlikdan qutuldirish siyosati ostida Uyghur dehqonlarining mutlaq ko'p qismi kasb o'zgartib ishchi bo'lishga majburlangan. Navbatda Uyg'urlar nufusining mutlaq ko'p qismi yanada Janubiy Uyg'ur elida bo'lsa-mu, lekin Janubiy Uyg'ur eli allburun Xitoyning kollektiv igilik davriga qaytib bo'lgan. Xitoyning kollektiv igilik davri balki 80-yillardan keyin tug'ilgan Uyg'urlarga nisbatan bir qadar notunish bo'lishi mumkin. Shunga biz oldi bilan bu ibora haqida ozroq to'xtalamiz. O'tgan asrning 50-yillari, ya'ni Xitoy kompartiyasi Uyg'ur eliga besib kirgan dastlabki mezgillarda yezlarda dehqonchilik kasbiy kooperativi deydigan bir organni qurishga boshlagan. Bu organning qurilishi amaliyotda shu vaqtlarda boshlangan boy pomchiklarga zarba berib, yer zamin boyliqlarni umumyuzlik kontrol qilgan atalmish yer islohotidan keyinla boshlangan. Boylarning yer va boyliqlari tortib elinib, nomrodlarning qo'liga bo'lib berilib uzun o'tmayla kollektiv igilik tuzumi yo'lga qo'yilgan. Kollektiv igilik tuzumini kommunist davlatlarning siyosiy xarakteri bekitgan bo'lib, ommabop til bilan tushuntirganda hamma narsa kollektivning egizorchiligida bo'ladi. Ya'ni 1953-yildan boshlab Xitoy kooperativ qurish harakatini boshlab, dehqonlarning qo'lidagi barliq yer zamin va ishlab chiqarish qurollarini dehqonchilik kasbiy kooperativiga topshirish haqida ma'muriy buyruq tushirib, dehqonlarning shaxsiy zaminlarini kollektiv mulkka aylantirgan. Yezlarda xalq kooperativlari qurilib, atrofni asos qilgan 3 qatlamli boshqarish tuzilmasi yo'l qo'yilgan. Xalq kooperativlari bo'lsa hukumat bilan bir gavda bo'lib, Xitoy hukumatining yerlikdagi asos qatlam rahbarlik o'rniga aylangan. Ishlab chiqarish atroflarida dehqonlarni boshqarish uchun partokom bo'limi va qizil qo'g'dug'uvchilar atrofi ta'sis qilingan. Dehqonlarning hammasi dehqonchilik kooperativlarining a'zosiga aylantirilgan bo'lib, ishlab chiqarish atroflarining turli kollektiv emgaklariga silingan. 1956-yili Xitoy ichida dehqonlarning 96.3% dehqonchilik kooperativiga a'zo qilingan. Undaqda Xitoy nemishqa Uyg'ur elida kollektiv igilik va kooperativ tuzumini yo'l qo'ydi? Amaliyotda mayli Uyg'ur elida bo'lsin yoki Xitoy o'lkalarida bo'lsin, Xitoy kompartiyasining hokimiyat beshiga chiqishi dehqonlar orqali ro'yobga chiqqanligini Xitoy o'zimi e'tirof qiladi. Butkul dunyodagi kommunizmchilar ishchilar sinfiga tayinib hokimiyat beshiga chiqqan bo'lsa, faqat Mavzun rahbarligidagi Xitoylarla dehqonlarga tayinib hokimiyat beshiga chiqqan. Demak, Xitoyning hokimiyat asosi dehqonlardan kelgani sabab, dehqonlarni tizginlashmi Xitoyning eng muhim xizmatiga aylangan. Uyg'ur elidek qonunsiz egilib olingan zamin va Xitoy bilan hech qanday bog'lanishligi bo'lmagan bir millatni tizginlash bu nuqtadan texmo zarur bo'lgan. Ya'ni, yezlardagi kooperativlar dehqonlarni tizginlab turadigan eng yaxshi o'rin bo'lib, dehqonlarning yeb ichishidan tortib, yetib qo'pishigacha bo'lgan barliq ishlari kooperativning boshqarishiga topshirilgan. Kooperativlar dehqonlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotining g'oliga aylangan. Kooperativ tuzumi Gungshe kommuna, Daduy cho'ng atrat va Shovduy kichik atratdan iborat 3 guruhga ayrilgan. Teni saqlam, yashi 16 yoshdan yuqori, 60 yoshdan tuvanlarning hammasi emgak kuchlari deb kategoriyalashtirilgan bo'lib, har yili 300 kun atrofida emgak qilishi belgilangan. Hatto ojiz va meyib kishilarning mushu yosh cheklimasidagilarning 200 kundan ortiq xizmat qilishi talab qilingan. Bunda usulda boshqarish dehqonlarni erkin ishlab chiqarish, erkin tijorat qilish, hatto erkin ko'chish qatorliq barliq haqlardan mahrum qilgan. Shundaqla dehqonlar umumyuzlik holda Xitoy kompartiyasining kontroliga o'tgan. Demak, yezlarda kollektiv igilik tuzumini yo'lga qo'yish eng beshidan boshlabla Xitoy kompartiyasining hokimiyat bexatarligini chiqish qilib yo'lga qo'yilgan bir tuzumdir. Uyg'ur elida dehqonchilik kooperativlarining yilga 2000 dan ko'payib mengayotganligi va 2020-yili dehqonchilik kooperativlari sonining 40 mingdan oshib ketganligidanla kollektiv igilikning Uyg'ur elida qanday tez suratda ko'lamlashayotganligini tushunib yetalaymiz. Xitoy doiralarining statistikasidan qaraganda,
2019 yılda Uyghur elida 447 mingdan ortiq dehqon kooperativ a'zosiga aylanib bo'lgan. Balki ba'zi kishilar 400 necha ming odamning kooperativga a'zo bo'lishi necha million Uyg'ur dehqonning ahvolini dalillab berolmaydi deb qarashi mumkin. Lekin biz Uyg'ur dehqonlarining o'tgan necha 10 yillardan buyon yerlarining tarqatilish, kasb o'zgartirishga majburlanish va majburiy ko'chirilish qismatlarini bu masala bilan bog'lab tushunganimizda, balkim bu haqda texmo konkret javobga erisha olishimiz mumkin. Darvaqa, Mashinroyning ochliq bexatarligi bilan nomrodlikni tugutish natijalariga kafolatlik qilishni tang tilga elishi sababsiz emas albatta. Chunki ochliq Xitoyning davlat bexatarligi uchun intayin muhim bo'lgan omildir. Chunki Xitoyning g'oyat zo'r nufusi, urush tayyorliklari va buyuk g'oyalari oldi bilan ochliq bexatarligi orqali kafolatga ega bo'ldi. Ya'ni Xitoy uchun aytganda ochliqning o'zi strategiyalik ashyo va davlat bexatarligining eng muhim asosidir. Ochliq bexatarligiga kafolatlik qilinmasa, urush tugul hokimiyatdanmi ayrilib qolishi mumkin. Ammo yaqinqi yillardan buyon Xitoyning davlat bexatarligining asosi bo'lgan ochliq bexatarligining Uyg'ur elida kafolatga ega qilinishining alohida ta'kidlanishimi kishini o'ylantirdi. Texmo hayron qolarligi Uyg'ur elidagi qumliqda keng ko'lamli terilg'u yer qurilishi barpo qilishlar, dengiz mahsulotlari bazalarining ko'lamlashishi, energiya ishlab chiqarish qatorliq barliq sohalarning Uyg'ur elida taraqqiy qildirilishi sababsiz bo'lmaganligi aydin. Yig'inchoqlaganda Xitoy Kompartiyasi hukumati o'tgan necha 10 yildan buyon Uyg'urlarning nopus qurilmasini zo'r kuch bilan o'zgartirishni atalmış namratlıktan qutulduğundaki en mühim hizmet sifatida yürgüzüp geldi. Yani bundaq bir siyaset Uygurlar nüfusu en zich o'ltiraqlashgan Janubiy Uyg'ur elini baş nişan qilib ilib berildi. Bunun neticesinde nurg'unlagan Uyg'urlar Xitoy o'lkalariga o'tkaldi. Ularning o'rniga Xitoy o'lkalaridan zo'r miqdordagi Xitoy nüfusu ko'chirib kelindi. Aniqroq aytganda, navbatda Uyg'ur elida Uyg'urlarning nüfusu belki 10 yıl avvalqidan ko'p tuvalligan bo'lishi. Shundaqla Xitoy nüfusining Janubiy Uyg'ur elidagi nüfusi avvalgi 10 yildagidan necha hissa oshgan bo'lishi tabiiy. Chunki 1949-yili Uyg'ur elida nüfusi 5% ga yetmagan osonliq millat Xitoylar bugungi kunda rayondagi nüfusi eng ko'p millatga aylantirildi. Ayni vaqtda butun Uyg'ur eli bo'yicha nüfus jihatda eng ko'p, ya'ni 75%'in ko'pragini tashkil qilgan Uyg'urlar bugungi kunlarda 40 necha %lik oz sonliq millatga tushirildi. Hatto Xitoy hukumati Uyg'ur avtonom rayoni atalg'usidagi Uyg'ur so'zini ishlatishdan bosh tortilgan bo'ldi. Bunday ahvolda Xitoyning Uyg'ur elida ochliq bexatarligini kafolatga ega qilishni ta'kidlashi Uyg'ur elini Xitoyning yaqin kelgusidagi orqa saf ta'minot bazasiga aylantirishga to'liq ishonch tiklanligidan deb qarashga bo'ladi. Mashinroyning ochliq bexatarligi bilan nomrodlikdan qutuldirish natijasiga kafolatlik qilishni tang tashabbus qilishi aniqki Uyg'urlarning Uyg'ur elidagi nüfusini davomli azaytish, qisqasi Uyg'urlarni keng ko'lamli yo'qotish siyosatini yanada keskin davomlashtirish uchun ekanligi oshkora. Xitoy bu yillik 1-oktyabr davlat bayramini har xil shakllarda tabriklagan bo'lsa-mu, lekin Germaniya taratqullari iqtisodiy kasalchilik ichidagi Xitoyda bu yillik tabriklash faoliyatlarining ancha ko'ngillik o'tmaganligini bildirmoqda. Tanda buning tafsilotini Germaniyada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Akramdan anglaysizlar. 10 ayning 1-kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yilligi ichki Xitoyda va uning mustamlikasi ostidagi rayonlarda turli usullarda tabriklangan bo'lsa-mu, ammo muhojiratdagi Uyg'urlar va Tibetlar bu kunni motam kuni deb atab Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazgan. Chet ellardagi taratqularda bu haqda maxsus maqolalar e'lon qilinib, Xitoy mustamlikasi ostidagi 75 yillik asorat qattiq ayblangan. Dünya Uyghur Qurultiyi Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbonning Xitoylar uchun shirin tush, boshqalar uchun qabohatlik tush nomli maqolasi 2-oktyabr kuni Germaniya axborot kanallaridan Üstel Media nomli tor sahifasida e'lon qilingan. Maqola mundaq jumla bilan boshlangan.
Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yillik xotir kunini Xitoy Kommunistik partiyasi Xitoylarning birlik va iqtisodiy taraqqiyot arzusi to'liq amalga oshgan kun deb tabriklamoqda. Ammo bu bayram Uyg'urlar va Tibetlarga 75 yillik zulm va bostirishni eslatmoqda. Xitoyning bu shirin tushi boshqalar uchun qabohatlik tushdir. Maqolda yana munolar bayon qilingan. Biz Uyg'urlar va Tibetlarga nisbatan Xitoyning davlat bayrami kunining motam kuni bo'lishidagi sabab Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilishi, mustaqil Sharqiy Turkiston va mustaqil Tibet davlatlarining yemirilishini keltirib chiqardi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi 1949-yili bu ikki davlatga tajovuz qilib kirib, Uyg'urlar va Tibetlarning egilik huquqiga xotim berdi. Shunlashqa bu yil qancha 10 yillarga so'zilgan zulmlarning boshlanish mezgili deb qaraladi. Xayr Qurbon apandi bu yil 28 may Germaniyadagi torlashgan axborot markazi Üstel Medianing Xitoy munbirdagi 100 mashhur shaxsning biri bo'lib tanlangan edi. U bugun bu maqola munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilganda o'zining Üstel Medianing rolidan foydalanib Uyg'urlar duch kelgan 75 yillik asoratni Germaniya xalqiga yana bir qatim anglitishni maqsad qilganligini tilga oldi. Növbətdə 2 Dünya urushidan keyingi eng zo'r ko'lamdagi tutqunlikki va tinch yo'sinda elib borayotgan bir qonli qirg'inchilikniki, irqiy qirg'inchilikniki shakllanganligini men yerga o'tirib qo'ydim. Mutaxassislarning ilgari surishicha, Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yilligini xotirlash faoliyatlari Xitoyda ancha ko'ngillik o'tmagan. Fransiya Ovoz radiosi 1 oktyabr kuni Germaniyada nashrdan chiqadigan bozor uchurlari gazetida e'lon qilingan iqtisodiy ojizlik Beijingning tabriklash kayfiyatini buzib etdi nomli xabardan naql ilib bayon qilishicha, Kompartiyaning orzusi bu kamgacha iqtisod, texnika va harbiy jihatda dunyodagi oldin qatordagi davlatga aylanishdan iborat bo'lib, Xitoyning navbatdagi iqtisodiy zaifligi va turli ichki masalalar kommunistlarni bu ulug'vor nishonga yetishdan mahrum qoldirgan. Bo'libmi, iqtisodiy jihatdagi izchil chekinish Beijingning bu yil davlat bayramini qizg'in tabriklash kayfiyatini buzib tashlagan. Xabarda bayon qilishicha, Xi Jinpingning buyuk orzularidan biri Tayvanni Xitoyning qo'yniga qaytarib kelishlik buyuk natijaning egasi bo'lib, o'z nomini Xitoy tarixiga yozib qoldirishdan iborat ekan. Uningga yaqin kelgusida bundaq bir sharafning nisb bo'lish ehtimolligi yo'q ekan. Aksicha, Xi Jinpingning nomi dunyo tarixiga Mao Zedongdan keyingi yana bir kommunist jallod bo'lib yoziladi ekan. Bu qarashni ilgari surgan Norvegiyadagi Uyg'ur adliyasi arxiv ombirining mas'uli Baxtiyor Umar apandining ta'kidlashicha, Xi Jinpingning jinoyati Mao Zedongning jinoyatidan og'ir ekan. Xi Jinping'ninki o'tkazgan jinoyati Mao Zedong'ninkidan jiq bo'lishi mumkin. Ba'zi statistik materiallarga qaraganda Mao Zedong 50 million odamning o'lishiga sababchi bo'lgan. Lekin Xi Jinping ochiq oshkora Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, Uyg'ur qulluq emgikini o'zi bevosita yo'l qo'yib uni ijro qildi. Tibetda, Hong Kongda o'layotganlar oz emas. Buningdan boshqa Xitoyda yuz berayotgan har xil qarshiliklar, shuning bilan birga bir necha yilning oldidagi texi oyig'i chiqmagan bu yuqumli vabo millionlagan, necha millionlagan odamning o'lishiga sababchi bo'ldi. U so'zda yana Xi Jinpingning kelgusida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan sirt Tibet, Hong Kong va Xitoydagi qirg'inchiliklarning hamda korona vabosi bilan o'lgan dunyoning har qaysi joylaridagi millionlagan insonlarning o'limining javobgarligiga mas'ul bo'ladiganligini eskartdi. Xitoylar uchun shirin tush, boshqalar uchun qabohatli tush nomli maqola yana mundaq jumlalarga o'rin bergan. Xitoy raisi Xi Jinping rahbarligida Sharqiy Turkiston va Tibetdagi bostirishlar texmo avjiga chiqdi. Yaqinqi yillardan buyon 1,800,000 bilan 3 million orasidagi Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar jazo lagerlariga qamaldi. Tutqunlar majburiy meni yuyish va bostirishlarga uchirdi. Ayollar majburiy tug'mas qilindi. Tibetda bo'lsa taxminan 4 yosh bilan 8 yosh orasidagi 1 millionga yaqin bola majburiy yotoqlik maktablarga o'rinlashtirildi. Buningdagi maqsad bolalarni ana tilda so'zlatkizmaslik hamda ularni oila va madaniyat muhitidan ayirib tashlash. Kichik vaqtidan boshlabla bolalardagi qarshilik ideyalarini yildizidan yo'qotish.
Xayr Qurban әпәндінің tilga ilishicha, Xitoylar uchun shirin tush, boshqalar uchun qabahatlik tush nomli maqolaning ustal mediaga o'xshash dangliq axborot vositalarida e'lon qilinishi belgilik ahamiyatga ega ekan. Xitoy masalasi bo'yicha Germaniyadagi eng dangliq va mashhur bo'lgan bu gazetda bizningki maxsus maqolamizning e'lon qilinishi haqiqatan to'liq xursand qildi. Chunki bu matbuotni bo'libmi Germaniyada siyosat, iqtisod va ijtimoiy sohalarda qaror chiqaradigan muhim odamlar o'qiydigan bo'lg'achqa bu yerda bizningki sadoyimizningki olinganligi to'liq muhim bo'ldi deb o'ylayman. Iqtisodiy ojizlik Beijingning tabriklash kayfiyatini buzib etdiği namlı xabarda bayon qilishicha, Xitoy davlatining bu 75 yili Xitoy Kommunistik partiyasining tarixi bilan chambarchas bog'langan bo'lib, Xitoy hokimiyati navbatda Xitoy davlatining tarixi yoki Xitoy Kommunistik partiyasining tarixi haqida Xitoy xalqining yezish, so'zlash huquqini tamoman yo'qqa chiqargan. Chunki Mao Zedongdan Xi Jinpinggacha bu mustabidlarning o'tkazgan xatoliklarning haddi hisobi yo'q ekan. Qadrli radio anglag'uchilar, Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilganligining 75 yilligiga munosabatli analizlarni diqqatingizga